Assalomu alaykum. Bir voqea esimga tushib ketdi. Shuni sizlarga aytib bermoqchiman. Shunaqa ko'klam paytlari bo'lgani uchun. Zamin FM radiosida faoliyat olib borganimizda muxlislardan iborat Zamin fan klubi bor edi. Juda ham ajoyib, samimiy, mehrli insonlar edi. Uzoqlardan bo'lsa ham bizga e'tibor bilan, bizni yaxshi ko'rib, bizga mehr qo'yib, masalan deylik, radio boshlovchilarni tug'ilgan kunlarimi yoki farzandlarimizni tug'ilgan kunlarimi yoki bayramlarmi, ishoning, mana shunaqa chiroyli kunlarda bizga kelib, gullar berib, sovg'alar berib, xatlar berib, xullas juda ham bir mehr muhabbatni his qilganmiz. Endi u paytda ijtimoiy tarmoqlar yo'q, radio juda ham mashhur, radio boshlovchilarini shaxsiga bo'lgan qiziqish ham yuqori. Shuning uchun bo'lsa kerak, balki juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilib kelishardi. Ba'zan shunaqa mehrlarni, muhabbatlarni ko'rib efirga kirib o'ylab qolardim. Nimani shunchalik gapirdik ekan, qaysi xislatimiz yoki qaysi so'zlarimiz yoqib qoldi ekan? Shunchalik mehr, shunchalik samimiyat qayerdan deb hayron bo'lardim. Va o'sha muxlislarga yaqinroq bo'lishga, o'sha muxlislarni hurmat qilishga, ular bilan aka-ukadek, opa-ukadek, aka-singildek bo'lishga harakat qilardim. Mana shu muxlislar orasida, Zamin fan klubi orasida bir Marg'ubaxon ismli singlimiz bor edilar. Alloh taolo u kishini rahmat qilsin. Mana shu singlimiz ozgina xasta edilar. Kasallari biroz jiddiy ekan, lekin yuqorida aytganimdek, har qanaqa tadbir bo'lsin, har qanaqa yaxshi kun bo'lsin, tashrif buyurib, mehrlarini, muhabbatlarini izhor qilardilar. Keyin shu ko'klam chog'lari vafot qilganlarini eshitib qoldik. Va do'stim bor, samarqandlik, ko'p yillik do'stim Asliddinga aytdimki, Asliddin, keling birga borib kelaylik. Urgutdansiz, mana Urgutga yaqin joy ekan. Endi ta'ziyaga borib kelmasak bo'lmas dedim. Yo'lga tushdik. Keyin Samarqandga kirib bo'lganimizdan keyin Zamin fan klubidan 2 nafar singlimiz ham bizga hamroh bo'ldilar, ya'ni uylarini ko'rsatish uchun. Ta'ziyali xonadonga kirdik. Kirsak, ayollar bo'lmasa alohida, erkaklar bo'lmasa alohida. Bir keksa yoshdagi otaxon o'tirgan ekanlar. Oldilariga bordik, ta'ziya izhor qildik, Qur'oni Karimdan tilovat qildik va aytdimki, amaki, shunaqa Zamin FM radiosidan keldik. Zamin FM ijodkorlaridan ta'ziyamni olib keldim. Alloh sabr bersin deganimda, haligi otalari o'rinlaridan turib, yuzlarimni silab, yig'lab, otajon, qizim tirilib kelganday bo'ldi, sizlarni ko'p gapirardi, sizlarni yaxshi ko'rardi. Namuncha bunchalik radioga yopishib olgansan, qizim desam, "Yo'q, otajon, bular samimiy insonlar, bular juda yaxshi insonlar" deb sizlarni ko'p maqtardi. Mana shunga guvoh bo'ldim. Ming rahmat o'g'lim deb yuzlarimdan silab yana bir bora tashakkur izhor qildilar. Keyin kelganimni eshitib, ayollar tomonga chaqirishdi, iltimos qilishdi. Ichkariga kirganimda ham, ayollar bo'limiga o'tganimda ham shunaqa holat, onalari, xolalari va yaqin insonlari, ular ham yig'lab, yuzlarimdan silab, har birlari o'sha mehrlarini izhor qilib, ular ham ming rahmat sizga, Zamin FM ijodkorlarga. Qizim sizlarni ko'p gapirardi, farzandimiz, jigarimiz. Ming rahmat. Biz haqiqatan ham singlimiz, qizimiz maqtaganchalik inson ekansizlar deb juda ham katta rahmat aytishdi. Aslida mana shu qilgan ishim oddiy bir muxlisa singlimizni ta'ziyalariga borib, o'sha yaqinlariga hamdard bo'lganim, bu qilgan ishimni minnat qilish, riyo qilish, yo maqtanish tarzida
aytib berayotganim yo'q. Men aytmoqchi bo'layotganim sizlarga ushbu video orqali aytmoqchi bo'layotgan xabarim shundan iboratki, masalan deylik, agarda kimda kim sizga mehrini, muhabbatini, do'stlik rishtasini taklif qilsa, sizga qalban samimiy mehr bilan bog'lansa, albatta ana shu mehrni, haqqini ado qilish kerak meni nazarimda. Har bir narsani haqqi bo'lganidek, samimiy do'stlikni ham, samimiy mehrni ham, samimiy muhabbatni ham o'zini haqqi bor. Deylik, o'sha Marg'ubaxon singlimiz xasta bo'lishlariga qaramasdan, o'sha yaqinlari aytganidek, radio va undagi ijodkorlar ularga qandaydir o'sha yupanch sifatida, hayotdagi bir mazmun sifatida qaralgan ekan. Marg'ubaxon vafot etganlaridan keyin albatta biz ana shu mehrni, muhabbatni, haqqini ado etishimiz kerak edi. Mana shu holatni, ularni bir oddiy muxlisa singlimizni, bizni birodarimizni yaqinlariga borib, ta'ziya bildirib, ular bilan tanishib, ularni qalbida ozgina bir iliqlik, ozgina bir mehr qoldirgan bo'lsak, men o'ylaymanki, Zamin FM radiosi hamda uni oddiy mehrli muxlisi o'rtasidagi haqni ado qildik deb o'ylayman. Va boshqalarni ham shunga da'vat qilaman. Aslida inson bir-biriga hech qanaqa moddiy manfaatlarsiz qalbi bog'lanar ekan. Bu albatta yorug'likdan darak. Bunday insonlarni qadrlash kerak. Bunday insonlar sizni hayotingizdagi eng go'zal, yorqin daqiqalarni taqdim etishadi. Va albatta yaqin insonlaringizga, do'stlaringizga, sizga qalban bog'langan, yuqorida aytib o'tganimdek, hech qanday moddiy manfaatsiz sizni yaxshi ko'radigan insonlarga doim tabassum qilishni unutmang. Salomat bo'ling.